Barchaga assalomu alaykum. Agroteplis olami a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Ko'pchilik hozir kommentariyada yozyapti. Aziz obunachilar, kommentariyaga javob berish juda ham qiyin bo'ladi. Telegram kanalimizga yozasizlar. Lotinchada HPT biogomuslar desangiz Telegram kanalimiz chiqib keladi. Biogomuslar deb yozsangizlar Telegram kanalimiz chiqib keladi aziz obunachilar. Sizlarda ham limon qizaryaptimi? Bizda sarg'aygan o'sha. Allohga shukr. Mana o'sha hosillarni ko'rsa bo'ladigan davrga yetib kelganmiz. Xo'p, hozir sizga beriladigan tavsiyalar aziz obunachilar. Tagiga 20 gram kalsiy, 20 gram karbonat mochevina, 20 gram pors berasizlar. Bargidan Baykal M1 10 litr suvga 50 gram bargidan. Avstraliya gummat 10 litr suvga 50 gram ildizdan berasizlar. Temir moddasi 10 litr suvga 20 gram bargidan berasizlar. Fertika kompaniyasini 3.12 MPK'si bor. O'shandan 10 litr suvga 20 gram berasizlar. Uni ildizdan berasizlar aziz obunachilar. Xo'p, keyin qishdan saqlash uchun haroratni so'ragansizlar. Minimal harorat qishdan chiqish uchun +5, +8 atrofida bo'lishi kerak. Keyin so'ragan narsalaringiz Teplisani plyonkalarni yopamizmi degansizlar. Mana plyonkalar o'zi yopilgan aziz obunachilar. Vodiydan tashqari barcha viloyatlar plyonkani yopsin. Vodiyda hali harorat minimalni, boshqa viloyatlarda o'zi salqin bo'lgan. 2 hafta harorat salqin bo'ladi, keyin yana minimalni bo'lib ketadi aziz obunachilar. Kechqurun +8, +10 atrofida bo'ladi. Xo'p, yana savollar bor. Qoramog'orchisi nima qilish kerak? Qoramog'orchisi xo'jalik sovun 4 ga bo'lib, bir qismini 2 litr suvga aralashtirib, 5 litr suvga aralashtirib, keyin taq bo'lgandan keyin 8 soat tindirasiz. 5 litr suvga aralashtirib, bargidan sepib chiqasizlar. Qoramog'or ketadi. Aziz obunachilar. Keyin beriladigan narsalar, mana o'sha bizda sarg'ayish boshlagan. Keyingi beriladigan narsalar aziz obunachilar. Ildiz tizimida gamus kasalligi avj oladigan davr hozir. Gamus kasalligi avj olmasligi uchun bedni kuparosini 10 litr suvga 30 gram aralashtirib, stvol qismiga surkab chiqamiz aziz obunachilar. Shunda gamus kasalligi chekinadi. Keyingi kasalligimiz namitoda kasalligi. Namitoda kasalligini oldini olishimiz kerak. Ko'pchilikda ildiz chirib, hosili bilan qurib qolyapti. Ko'pchilik shunaqa xabar beryapti aziz obunachilar. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Gamus kasalligi juda ham xavfli kasallik hisoblanadi. Namitoda kasalligi ham juda ham xavfli hisoblanadi. Mana bitta nodada 4 ta 5 tagacha hosili bor aziz obunachilar. Sarg'ayishni boshlayapti sekin-sekin. Xudo xohlasa. Namitoda kasalligiga 10 litr suvga 150 gram ambio degan preparat bu. Berasizlar aziz obunachilar. Sug'orish tizimi haqida gapirib so'ragansizlar. Sug'orish tizimi yerni namligini ushlashligiga bog'liq. Kitobiy tilda hisobga oladigan bo'lsangiz, kitobda oyda 2 marta sug'orish kerak. 15 kunda bir. Misol uchun yeringiz namlikni tez tortadigan bo'lsa, oyda 3 marta sug'orishga ham to'g'ri keladi. Yerni namligini juda ham saqlaydigan, balota qilib turadigan bo'lsa, oyda 1 marta sug'orasiz. Sababi yerdagi namlikni tushirishingiz kerak. Shuning uchun oyda 1 marta sug'orasiz. Oyda 2 marta sug'orishingiz to'g'ri kelsa, yeringiz demak minimalni bo'ladi. Yerni pH miqdorlarini pH metrda o'lchab ko'rish kerak. pH metrini yerni pH ishqorlik darajasi 1.6 bo'lishi kerak. Suvni darajasi 8 bo'lishi kerak. Aziz obunachilar, 8 dan past bo'lsa, demak suv minimal emas yoki baland bo'lsa. Yana savollar bor. Savollarga javob berib o'tamiz. Xudojnik kasalligiga qarshi kurash. 3 xil variant aytaman. Birinchisi Nestor 10 litr suvga 20 gram, 25 gram. Ikkinchisi Desis 10 litr suvga 20-25 gram. Va uchinchisi Vertimik.
Xo'p, o'rgimchak kanaga degansizlar. O'rgimchak kanaga ikki xil dorisi bor. O'sha dorilardan foydalanasizlar. Birinchisi Vertimik Gold 10 litr suvga 20 gram, Padan 10 litr suvga 20 gram. Ikkalasini aralashtirib, bargidan sepasizlar. Kechki payt 17:00 dan keyin, kechki payt ertalab 8 gacha bo'lgan muddatda. Ikkinchi varianti Metkiller 10 litr suvga 20 gram, Mosplan 10 litr suvga 20 gram va 5 gram Aktara aralashtirib, bargidan sepasizlar. O'rgimchak kana chekinadi. Ishlaringiz omad, dehqonchiliklaringizga baraka. Agroteplik sog'lami doim xizmatingizda. Savollar bo'lsa, savollarga yana javob beramiz. Telegram kanalimizda sizlarni kutib qolamiz. Ishlaringizda omad, dehqonchiliklaringizga baraka tilaymiz.